ota-onani duosini olib, nima deysizlar? Hammaga nasib qilsin. Mehnatimizga bitta zo'r narxda Captiva. Propan metan qo'ya olayman. Bitta laykimiz ozgina kamroqlik qo'yishdi. Yog'ochlariga yo'man deb. Bitta layk qo'yib qo'yinglar. Sport degan joylar juda ava. 11.900 so'rashyapti. Ayni bordi. Egasini almashtirish kerak. Antik Alloh sinab qo'ygan odatim bor. Sizga balo men Kerak. Sodavot 11.000 so'rashayotgan ekan. Sotildimi? Yil ma'lumotini hech bir Yer Pro sotaman, sotib bera olasizmi? Shunday eng full ekan. Oyog'imni ham chiqarib, xalqda nima gap? Sergeli mashina bozorida nima gap? Bugun 4-yanvar Sergeli mashina bozorida inomarka qatorida inomarkalar narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yinglar. Cho'ta laykimiz ozgina kamroqlik qilyapti. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Biz boshladik, ketdik. Hammasini bir chetdan boshlaymiz. Avalonlar bor, cherrylar bor, hamma boshlarni bir dialekda boshlaymiz. Oka, assalomu alaykum. Bitta tanishtirib o'tasizmi? Mana bir chetdan boshlaymiz-da, mana shuni. Mayli, bemalol. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yili, probegi, kraska. 2020-yil. Probegi 56.000. Kraskasi? Kraskasi top-toza. Bo'lish kerak. Tanishi mashinasi. Menga realizatsiyaga tashlab ketuvdi buni. Demak, tekshirib turib olishadi bemalol. Bemalol ustani olib kelib, tekshirib, olishadi. Bu qaysi pozitsiyasi bu? Bu предпоследний, oxirgidan. Da, почти oxirgi. Luka yo'q. Benzin rasxodidan xabaringiz bormi? Benzin rasxodi xabarim yo'q, no bu kichkina motor, bu ekonomik motor bo'ladi. Avtomat 8 ta. 1.6, 1.5. Faqat benzinda. Faqat benzinda yurgan. Narxi nechi pul buni? Narxi 15.000. 15.000 da. Bularni qo'li 14.5. Bular bilan gaplashaveradi. Klient, bemalol. Keyingi Toyota'miz uchun. Bu Toyota Corolla. Corolla, 2008-yil. Yurgani 204 ming halol probegida turibdi. 1.6. 1.6 motor, avtomat korobka, o'zim haydagan bu mashinada. O'zim yozda sotgan edim. Yana qaytarib oldim. Pul kerak ekan odamga. Zapaska tushgani yo'q hali. Yangi masla zapaska. Yana domkratlar ham ishlatilmagan. Benzin rasxodi bu? Benzin 8 litr. 8 litr. Faqat benzinda, propani yo'q. Benzin, propanda yurmagan mashina. 4 ta masla balon qo'yilgan. Yangi turgan ekan-a? Da. Zapaska tushmagan, domkrat ishlatilmagan, ichida. Mana Android turibdi, monitor Android. Monitorlargacha ham tayyor, hammasi. Hammasi bor. Yengina kitga qo'yilgan. Bir xat 10 kun bo'ldi qo'yganiga. Svejiy bilim turibdi shunaqa. Narxi nechi pul? Narxi 9.5 ming. 9.5 ming tepasida gaplashasiz. Gaplashamiz. Telefon raqamingiz boring. 98 127 1077. 1077. Avalon sizdanmi? Avalon. Klient so'rayapti. Bu 2007-yil, okam ko'rsatdilar. 2007-yil. Probegi 300 dan ko'p yurgan, но texnik danalari juda ham yaxshi. Qo'shimni yaxshi. Benzin rasxodimiz? Benzin rasxod 14, 13, 14 mana shunaqa yeyishi. Propan metan qo'ya olaymanmi? Metan qo'ysa bo'ladi, propan qo'ysa bo'ladi. O'zi gazda hech qachon yurmagan. Qo'ysa bo'ladi. Garajda tabletka gaz bor. Propan beriladi. Bonus berib yuboriladi. Da. Buni narxi nechi pul? Narxi 10.5 davomimiz 10.200 ga beraveramiz. Yana 4 ta balon beriladi. Bu xos yangi почти zimniy turibdi. Garajda letnisi ham bor. Bo'ldi. Rahmat. Gaz ham beriladi. Rahmat, bozorchi bersan. 4 ta balon qo'shib berishar ekan bu mashinaga. Xo'sh, texnik ishlari, holatlari yaxshi ekan. Mashinamizga bitta ko'ring ichini mashina. Avalon juda ham komfortli mashina. Mashina olib kelaverasiz. Mana bu odam olib keling. Men chiqmayman. Lekin salon qismiga gap ochmang. Navorochinning eng full ekan. Oyog'imni ham chiqarmadim chunki mashina bo'lib turibdi. Eva kornlari ham bor ekan, jigarga qilib qo'yishgan ekan. Bu ham parkoliklari ham, chiqinlari ham Hammasi tayyor. 4 ta balon qo'shib berishadi. Bu zimniyda turibdi, yangidek bo'lib turibdi. Letnisi ham bor, uni ham qo'shib berishadi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'sh, mana Arlando so'ragan, musofirda yurgan akalarimiz Arlando so'rovdinglar. Hozir bu yerda savdo bo'layotgan ekan, savdoning ustiga bormaymiz, sizga ko'rsatamiz. Ketdi bivay. Akkordmi? Akkordni ham ko'rsatamiz. Eksklyuziv rangida. Urilmagan ham. Kam yurgan, joni ko'p yurmagan, 200 dan sal oshib yurgani. Kraskasi? Kraska top-toza, faqat ikkita teshuvni pastida, mana kriloni qirilgan joyiga sepgan joyi bor. Tayyor. Suvagi buton. 4 ta balon, da, 4 ta balon, bu ham bunga ham beriladi 4 ta balon. Garajda bor. Pozitsiya eng oxirgisi pozitsiya. Eng full. Rasxodimiz? Rasxod где-то 8, 9, 10. Yurganingizga qarab. Bu 2.4 motor. Faqat benzinda. Faqat benzinda. Lyuklari bor, hamma elektronik qismlar ishlab turibdi. Subwoofer, anaqalari, hamma narsa bor. Full ekan. Narxi nechi pul?
Narxi 11 deyapmiz, 10,5 ga Tepasida beramiz. yana kelsa naqd olaman desa yana gaplashasiz. Telefon raqamingizni eslatib oling bitta. Men akamning nomerlarini yozib oling. Nomeringizni aytib olasizmi? 97 Aha. 810 0600. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Bemalol okaga telefon raqamiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Akkord so'ragan akalarimizga mana zo'ridan 200 mingdan ozgina oshgan ekan. Xo'sh, mana shu Cherry'ni bitta aytib o'tamiz. Mana shu turgan ekan. Cherry 7 Pro so'ragan akalarimiz bor. 2023-yil 70 ming yurgan, 18 ming so'rashayotgan ekan. 90lik 619 77 11 telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Cherry 7 Pro sotaman, sotib bera olasizmi deb bizga ko'pchilik murojaat qiladi. Ketdi. Xo'sh, mashina BYD qiziqayotgan akalarimizga. Akalar, sotuvga qo'yib yuborsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Sotildimi? Yil ma'lumotdan hech biriga baraka bo'lganda. 23 aka, 19,5. 19,5 mingga baraka bo'ldi. Bu nechtaligi? Yomkisda Ikkinchi paysa aka. ikkinchi paysa. Rahmat, bozoringiz bersin. 19,5 mingga bu shu baraka bo'libdi. Egalariga rahmat. Ma'lumot tariqasida Arlando'ni so'rashyapti mana. Arlando 2014-yil toza ekan kraskasi. Hozir ko'ramiz. Nech pul so'rashayotgan ekan? 11 ming so'rashyapti. Bo'ldi, anaqa. So'davot 11 ming so'rashayotgan ekan. Если cho'masligiga aytib o'taman. 2014-yil. Xo'sh, 200 ming yurgan ekan, toza ekan. 97 768 74 77 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 11 ming so'rashayotgan ekan. Aka, qo'yib yuborsak bo'ladimi? Qo'yib yuborsak bo'ladimi aka? Bozorda yagona bo'lib turibdi-ku. Assalomu alaykum. So'msiz bu yoqqa to'g'rasiz. Bizani olmaysiz, mashinani olasiz. Yilini aytib 92-yil. 92-yil. Probega? Probega bilmadim, shu 150 mingli motori probega. Motor probega 150. Boshqa porni assist bo'lgan. Aha. Suvagi butun bo'lgan. Suvagi butun. Nima rasxoti, nima aybi bor hozirgi? Rasxot yo'q. Hamma kondisioner, pensioner hammasi ishlaydi. 111 2 litrli motor, elektronik korobka. Narxini hech so'rasizlar. 7,5 so'raymiz. Tepasida naqd olaman degan odamlar bo'lsa, ozgina o'tib beradigan joyi bor, to'g'rimi? Sunnatiga o'tamiz. Benzin rasxoti hozir nechta? 10 ta, 11 ta mana shunaqa yog'yapti. Bossiz. Telefon Shunga raqamingizni qarab aytib olasizlar. 98lik Aha. 303 Aha. 4340. Diska taxminan nech pul turadi? Diska balon 1000 so'm turadi. Nechta? Aka, rahmat, bozoringiz bersin, bitta ko'ramiz. Qaranglar, okalar. Diska baloni 1000 dollar turar ekan. Taxminiy narxi. Olib keling bitta. Mashinani holati vaqti zo'r bo'lib turibdi. Mana bitta ichiga o'tirib ko'rmasam bo'lmaydi. Mashina oyog'ini chiqarmayman, lekin holati vaqti moshli bo'lib turibdi mashinani. Asli qilinganiga hamma elektronika qismlari ishlab turibdi. Mana shu yog'ochlariga yo'qman deb bitta like bosib qo'yinglar. Diskani endi mashina ko'rsatasiz, to'g'rilaveramiz. Buni qizdirib, bundoq tiq urib berishadi. Mashinaning narxi 7,5 ming, telefon raqamlarini qoldirdik, murojaat qilasizlar. Bu Jetower ekan. Jetower X. 2022-yil 31 ming yurgan, toza ekan. Telefon raqami 33 233 33 33 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, Lexus'imiz hammasi moshli bo'lib turibdi. Biza lekin hozir mashinani holatlarini, lekin men kamerachini qidirdim, kamerachi meni qidirdi. Mashina olib keling, bitta ko'raylik. Jetower. Ana endi sizlarga nimani qo'yamiz? Lexus. Bitta o'qib olinglar. Sport degan joylariga mazza qilib olaman deb. Xo'sh, akalarimiz, assalomu alaykum aka. So'msiz sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zo'r narxda, zo'r mashinangiz bormi? Trekker so'rashyapti. Mana qora trekker ko'rsating. Yo, narxini-chi? Kelishtiramizmi? Ha. Yilini ayting aka. Xo'p, 2019 87 ming yurdi. Top toza. Kraska top toza. Avtomat. Xohlagan ustani olib kelib tekshirtirsa bo'ladi. Bemalol, behijob. Nima aybi bor aka? Ozgina aybi bordi. Egasini almashtirish kerak bo'ldi. Bo'ldimi? Boshqa bahona yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Xo'sh, balonlari bor. Taqilgan yaxshi balon turibdi. Nechta rasxod qiladi bu? 10 ta de. 10 ta. Xo'sh, benzinda yurgan faqat. Benzin mashina. Propani yo'q. Yo'q. Benzinda harakatlangan mashina. Narxi nech pul aka? Narxini chiroyli qilib berishingiz kerak. Narxini realnigi naqdga 11300 bo'lsa berib olaman, bossin. Undan kami yo'q. Yo'q.
tepasida ozgina o'tib bering, 11300 dan ozgina deydigan joyga o'tadigan bormi yo'qmi? Ha, o'tib olamiz, gaplashamiz. O'tasi. Telefon raqami 97 122 51 00. Xo'sh, men xolisona fikrimni aytaman. Endi probegi masha atroflarini o'sha tepalarda ham ko'rdik, 12100 ga ham ko'rdik, 12400 ga ham ko'rdik. Endi ustidan olib kelib bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Va oqlari ham bor, oqlarini ham ko'rdik, 12600 gacha ham ko'rdim moshinani. Lekin yomon narx emas. Telefon raqamini qoldiramiz. Yana o'zingizlar tepasida gaplashaverasizlar. Okaga lekin yaxshi gapirsanglar, yaxshigina o't beradi menimcha. Xudo xolisa. Yana nima mashinamiz bor aka? Kia Sorento. Kia Sorento. Yili 23 chiqqan, 24 dan haydargan mashina, 16000 probeg. 16000 kam ekan. 2,5 tali motor, 5 ta o'rinli. Kraskalar top-toza. Benzin rasxotimizchi. Shu 12 tada. 12 dan. Narxchi aka. Narxini 38000 so'rayapman. 38000 tepasiga gaplashaverasiz. Telefon raqamini o'shani aytamiz. 97 122 51 00. Xo'sh, mana maxluqimizni, haqiqiy rostlagan mashinamizni hali sotmadinglar. Chunki bunga oladigan odam kerak. Обычный mashina emas. X6 ni sotib yubordi u. X6 ketdi, sonra Range ham ketdi. X6 nechi pulga ketdi aka? 27000. 27000 ga, 30000 so'rayapti deydi. Dash 31000 so'rayapti. 30000, 32000 edi, 30000 yo'q bu yoq qilib 27000 ga. 20. Range nechi pulga sotdingiz? U 58. 58 ga sotdingiz. Buni nechi pulga beramiz? Gaplashamiz. Buni Ozgina tepasida o'tirib qoldi. gaplashamiz. Bu kofein tepasida hal bo'ladigan mashina. Xo'sh, hozirgi so'ralayotgan narx nechi pul? 95. 95000. Xo'sh, 100000 emas, 95000 dedilar. 97lik 122 51 00 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. Bu mashinani bitta vaqtda olib qo'yasiz. Hammaga nasib qilsin. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar. Niyat qilgan odamlarga ham mana shu mashina nasib qilsin. Ketdi aka, rahmat, bozoringizni bersin. Mashinaga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ashlarni nomdoq silab qo'yadigan odatim bor. Kimdir nimadir deydi. Biz bo'lsa harakatni davom ettiramiz. Ketdi Avalonimizni. Mana shu mashinamizni hozir ma'lumotini aytaman. Xo'sh, 2007-yil 192 ming yurgan, 98 yil 100 eshikni ochmaysiz. 115 05 04 telefon raqamlariga qo'yasizlar. Buni narxi 11900 so'rashyapti egalar. Xo'sh, ketdi. Opel so'rayotganlarga, Opel Omega 2002 263 ming yurgan. 5597 775 69 56 telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Xo'sh, kerak emas ekan akamizga. Xo'sh, BYD. Aka qo'yaveramizmi? Ma'lumotni aytib yuborsangiz bo'ldi, o'tiraverasiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 2022 aka, kraska toz 90 ming yurgan. BYD qaysi modeli bu? So'ng plyus aka. Narxchi. 19800 ommiz aka. Tepasi yana gaplashasiz. Ha, o'tirgan joyi bor. 50 712 04 12. Rahmat aka, bozoringiz bersin. BYD so'ragan akalarimizga mana BYD ni ham ko'rsatdik. Range 2010-yil bu oldingi mashina bozorida biz Instagram kanalimizga qo'yganmiz. 2010-yil 183 ming yurgan, 97 748 04 54 telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Mana shu bitta xudo qo'ramiz. Land Rover deymiz. Ketdi Captiva so'ragan. Captiva so'ragan akalarimizga. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ming bor uzr, bezovta qildik. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz sog'liqlaringiz yaxshimi? Captiva sotilyaptimi? Ha, sotilyapti. Yili 12-yil, probegi 260 ming. kraskasichi. Kraskasi passajir oldi eshikda ozgina pitno bor. Qolgan joylari Butun. ustalar olib kelib tekshirtirishadi. Bemalol. Benzin rasxotimiz nechta? Shaharda 12.4, 12.6. Bossakchi. 14lar, 15lar. Benzinda harakatlanadimi yo propan ham bor? Faqat benzin. Benzinda. 95. Narxini necha pul qo'yamiz? Hop, 10.5 so'rayapmiz. Agar klient pul bilan kelsa, Tepasi yana chiroyli qilib mana o'tamiz. shu 9-8 lar qilib beramiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 97lik Aha. 420 1720. Rahmat aka, vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Xo'sh, mashinamizni qaranglar. Captiva so'ragan akalarimizga mana zo'r narxda Captiva. Mana kelasizda ko'rasizlar. Telefon raqamini qoldirdik, bemalol murojaat qilasizlar. Benzinda harakatlangan, bemalol ko'rasizlar. Xo'sh, aka, assalomu alaykum. Siz charchamasizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Ma'lumotlarni aytasiz aka. Qanaqa edi? 2006 2006-yil. atmosferniy motor. Atmosferniy motor. Xo'sh. Bitta savol beraman. Nima ishi bor aka? Nima aybi bor? Ishi yo'q, hammasi. Elektronika qismlar hammasi ishlab turibdi. Hammasi ishlaydi. Pozitsiya bo'yicha eng fullmi? Yo'q,
bitta oldingiz. Bitta, ha, luki yo'q ekan, ha, luki yo'q ekan. Bo'ldi, lukiga qarab. Atmosferniy motor. Nechta rasxod qiladi bu? Shahar ichida 10 tagacha. Spokойный haydasam 8 tadan 10. Xo'sh, narxi aka. Narxi 8000 da. Tepasiga gaplashasiz. Telefon raqamingizni ayting. 90lik Aha. 175 98 99. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Xo'sh, moshinalarimiz lekin bugun bor. Xo'sh, mana logoyimizni ham bitta olib qo'yasiz. Elantra 2016-yil 149.500 yurgan ekan. 98 707 61 11 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. Lekin bu bozor moshinalar chiqdi. Endi har xil moshinalarni olib yotibman. Oldin BMW, Mercedes so'rayotgandik. Endi Mercedes bitta chiqib qoldi. Hozir endi sekin boramiz endi akalarning oldiga. Oka. Assalomu alaykum aka. Sumsiz solada yaxshimi? Chachim. Assalomu alaykum aka. Sumsiz solada yaxshimi? Chachim. Rahmat. Nima moshinalarimiz bor bugun? Asha, so'ng o'rnida e'lantra bor. Mashinadan boshlaymiz. O'g'li yangi bor. Mana zo'r ekan, lekin hozir uni ham olib boramiz. Mana mashina ma'lumotlarini aytib o'ring. Bu 21, kod 22, texpasporti 21. Bitta bagajda bir qarish bitnosi bor. Balon lekin to'rttasi yengimi deyman-da, qishki balon. Yangi balon zimniy, yaqinda taxtik o'zimiz. Benzin rasxodimizchi? 10 tegdi. 10 ta. Ha, safarda. Bossam sal 12 taga chiqara olaman, to'g'rimi? Bossangiz qiyinroq 12 da chiqarishingiz. Dajimi? Ha, damlikda undan akam. Narxchi? Narxi 23 donimiz. Tepasiga O'tib beramiz, ha, o'tib beramiz. Telefon raqamini aytib o'ring. 97 425 77 27. Endi u mashinamizdanchi? Unimiz u Kia Carens yangi chiqqan. 24 15 ming yurgan mashina. 15 ming yurgan? Ha. Kraskasi? Top toza. Kraskasi top toza. Semeyniy, oilaviy. Semeyniy mashina, 6 talik bu. 3 qatorli bo'ladi. Aha. O'rta qator kapitansiysi deyni. Faqat benzinda harakatlanadi. Buni Benzin rasxod 1.5 atmosferniy motor, rasxodi ham 8 tadan 10 tagacha. propan, metan qo'ya olaymanmi? Yuradi, atmosferniy motor. Atmosferniy demak qo'ysa bo'ladi. Narxi nechi Bo'ladi. buni? Bu 21.5 ming donimiz. Aha. 21 bo'lsa berib yuboraman mana. Bitta savol beraman. Ha. Instagram kanaliga avtomobilga nechi pul qo'ydinglar? Avtomergami? Aha. 21 ming qo'ydik. 21 ming qo'ydik, aka. Rahmat. Bizga ham shu narxga bergansiz, aka. Avtomerda ham turibdi. Instagramda avtomer deb yozsanglar, mana shu mashinani ham ko'rasiz. Men ham ko'rib, bitta like bosib qo'ydim. Akalarning mashinasi semeyniy mashina. Rahmat aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'sh. Mana sizlarga Yuvan. Kimdan ekan bu? Sizlarmi? Assalomu alaykum dedi. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat boshi. Yili Yili 24 xudo xolisa. 24. Probegi 91 ming. kraskasichi? Top toza. Top toza. Narxchi? 15 ming so'rayapmiz. 15 ming tepasiga gaplashaverasiz. Xudo xolisa. Telefon raqamingizni aytib oling. 97lik Aha. 480 77 48. 77 48 telefon raqamiga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana elektromobil so'ragan akalarimizga. Endi bo'lsa ham karnival ham sizdanmi? Ham bizada. Ma'lumotlarni aytib oling. 22-yil 68 ming probegi. Probegi, aha. Kraskasi top toza. Top toza. Bu qaysi pozitsiyasi bu? Bu faqat anaqa full fulli-yu, faqat lyuksiz. Bitta varianti. lyuksiz, ha? Lyuksiz variant. Ha, yevrosi anaqasi ekan. Buni narxini nechi pul qilasiz? Buni 32 ming so'rayapmiz. Bermagan narxingiz bo'ldimi? o'zi? Yo'q. Hali Faqat bo'lmadi. oldagi so'raldi, atak narx berilmadi. Telefon raqamini bitta qaytarib oling. 97lik Aha. 480 77 48. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, mana karnival so'ragan akalarimizga karnivallarni qo'ydik. Xo'sh, bizani mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yinglar. Agar bu ham sizdanmi? Mana ikkita karnival bo'ladi. Bu 21-yil Salondan olasiz. 170 ming probegi, bitta oldi kapotida kraska bor. Kapot o'zida, kriloga o'tmagan. Yo'q, yo'q. Kapot o'zida. Buni narxichi? Qisqasi buni metan, propan gazi ham bor. Aha, tayyor ekan. Tayyor o'sha Ishlab zavodskiy olishadi. anaqasi bor. Narxi buni xudo xolisa 28 ming. 28 ming. Telefon raqami 93ligini ham aytaveraymi? 570 0070. Ya shartda Shartmi? bitta nomerda. Ha, boyga mana, boyga bundan oldingi karnivalga aytgan nomerga ikkita karnival bor. Xohlaganini kelib, o'zingizga yoqqanini bitta olib ketsanglar bo'ladi. Bitta ichiga bundoq anaqa qilib ko'raman. Mana shu yerdan bitta bundoq qilamiz, oyog'ini chiqarmaymiz. Vobshe oilaviy. Ha, rahmat. Vobshe boru, bitta like bosib qo'yinglar boru. Niyat qilganlar oilaviy mana shu dachalarga borib, mazza qilib dam olib, ota-onaning duosini olib, nima deysizlar? Hammamizga nasib qilsin. Xo'sh, men nima demoqchiman? Agar ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, men sizlardan uncha-munchaga like so'ramayman.
Chunki sizlar uchun harakatdamiz. Mehnatimiz uchun oxirida like so'rayman. Bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi sonlarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar.